Sizlar bilan Hamidullo Tursunboyev. Qiyin misollarga yechim berishda davom etamiz. Instagram. E'tibor qaratinglar. A business consultant charges $444. Biznes maslahatchisi $444 haq olar ekan. For the first hour, ishini birinchi soati uchun. First hour birinchi soat. And $222 for each additional hour of work. Har bir qo'shimcha soat uchun, ishini qo'shimcha soat uchun $222 dan olar ekan. Each degani har bir. Demak, biznes maslahatchining ishi bor. Birinchi soatiga, ishini birinchi soatiga $440, ikkinchi soatidan boshlab esa $222 dan haq olyapti. Which of the following functions gives a charge? Quyidagi funksiyalardan qaysi biri mana shu haq olishni ko'rsatadi deyapti. Ya'ni funksiyasini tuzib berishimiz kerak. ABC'dagi e'tibor qilinglar. Ishini pul olishini funksiyasi. Demak, u dastlab $444 pul olyapti. Va endi 2 soatdan boshlab har soat uchun 2 3 4 5 6 millioninchi soat uchun $222 olar ekan. Endi bu yerda soat mana soat bayiga olyapti. Endi mana shunday yozadigan bo'lsak xato bo'ladi. Har bir soati uchun emas, birinchisidan tashqari har bir soat uchun $222 olar ekan. Shuning uchun mana bu birinchi soatini chiqarib olishim kerak. Chunki mana u oboldi. Birinchi soat uchun 444 oboldi. Endi birinchidan tashqari har bir uchun 222 dan olish kerak. Shunda endi to'g'ri javob. $222 plus 222H SH degan javob bo'lar ekan. To'g'ri javob A. Endi men sizlarga kalit so'z aytaman. Odatda onlayn o'quvchilarimga aytardim. Each so'zi bilan kelgan sonni, demak siz burchak tangensi deb olsangiz bo'ladi. Noma'lumda oldida kelayotgan son. Qolgani b o'rnida kelaveradi. Kommentlar fikringizni kutaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Qolgan misollarda ham demak shu strukturada ishlashga harakat qilinglar.